Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmunlarına göz ataylı. Şərq Türkistanның işğal qılınğanlığını lənətləş münasibəti bilan namoyish o'tkazish qaror qilindi. Xitoy Tayvan havo armiya uchqchisiga 15 million dollar taklif bergan. Xitoy tajovuzchilik harakatini davom qildirmoqda ekan. Tuanda tafsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 1949 yılı 22 dekabr günü Mustaqil Şərq Türkistan dövlətinin Xitoy tajovuzchilari tərəfindən rəsmi işğal qılınğan qara gün olub, bu günü Şərq Türkistanның muntazam armiyasını Xitoy tajovuzchilari çangılğa elib elib, Şərq Türkistanni tamamen özüge qoşub alğan, qəhrəman əjdadlarımızның vətənimizning əbədil əbəd mustaqillığı, xalqımızның hürlük üçün tökkan issiq qanlari behuda ketgan, aq ko'ngil xalqimiz əsirga tushib qulluqqa, aziz tuproqimiz mustamlikachi tajovuzchi Xitoyning oyoqlari bilan chaylanishga, boyliqlarimiz talon-taroj qilinishga, milliy kimligimiz asta-asta yo'qolishga mahkum bo'lgan, yuraklarni tilg'aydigan zulmatlik qora tunning boshlang'ichi bo'lib, har bir Sharq Turkistonlik turk uchun Xitoy tajovuzchilaridan qaytirib olish majburiyat, zaruriyat. Bu aziz vatan toki biz mustaqilligimizni asliga keltirmaguncha bizga talmirdi. Qəhrəman şehitlərimizin ruhi aram tapmaydı. Xitoyning türmələrində, jazo lagerlərində hayatından ayrılğan, qiynalayotgan qarindaşlarımızның hürlük üçün kurash qilgan şehitlərimizin qisası çoxum elinishi kerak. Vaqt qiz. Har bir Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa turk xalqi Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun qandaq badal to'lash kerak bo'lsa, shu badalni to'lashi ta'xirsiz. Boshqa tanlash yo'q. Ya mustaqillik, ya o'lim. Şərq Türkistan Milli Uyg'unish harakati 22 dekabr Şərq Türkistanның matam günini xatırlash münasibəti bilan Washingtondagi Aqsaroyning oldida namoyish qilib, Xitoyning Şərq Türkistanni ishg'ol qilib olganligini la'natlash. Amerika boshliq dunyodagi barliq davlatlarning Şərq Türkistanni ishg'ol qilingan davlat deb tunishi, Xitoyning Şərq Türkistondagi ishg'oliyati, irqiy qirg'inchiligi, mustamlikasini oxirlashtirib, Şərq Türkistanның mustaqilligini asliga keltirish ko'rishiga yordam berishini talab qilib, namoyish o'tkazishni qaror qildi. Vaqti tushdan keyin soat 2:30 dan 4gacha bo'lib, Şərq Turkistonlik qarindoshlarning qatnashishi talab qilinadi. Xitoy Tayvan havo armiya uchqchisiga 15 million dollar va Tailandga berishining taklifini bergan. Tunji pochta xabar torining 12 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Tayvanlik Hesi familiyalik polkovnik uchqchiga Xitoy amaldorlari yaqinlashib, uningdan CH-47 F tipliq tikuvchi aeroplanni Tayvan bo'g'izidagi Xitoy aviamatkasiga haydashni talab qilgan. Xitoy har qanday yo'l bilan Tayvanni qo'lga keltirishga tirishayotgan bo'lib, hozir ular Tayvan armiyasi uchqchisiga para berib, Amerikada ishlangan Chinook eg'ir tipliq tikuvchilarni o'g'irlamoqchi bo'lgan. Ammo ayblangan polkovnik qo'lga ilingan. Bu savdoning qiymati 15 million dollar bo'lgan. Agar bo'g'izlar aro chetish yuz bersa, oilasini Tailandga qo'yish taklifi berilgan. Hesi familiyalik dastlabda taklifni rad qilgan. Keyin berilgan parani tikuvchi aeroplanning bahosining yarmiga teng, ya'ni 15 million dollarga chiqargandan keyin qo'shilgan. Xitoyga sig'inganligi tekshiruvchilar tomonidan aniqlab chiqilgandan keyin Hesi familiyalik va bu voqeaga aloqador kishilar qo'lga ilingan. Bu yilning boshida Oliy taftish mahkamasi 601-aviatsiya brigadasining Hesi familiyalik leytenant polkovniki va Hesi ismli savdogarga qarata Xitoy josuslariga mudofaa maxfiyatligini oshkorlaganlik uchun tekshirishning boshlatganligini e'lon qilgan. Hesi familiyalik Tailandga kelgandan keyin o'zining Xitoy xalq ozodlik armiyasining yuqori darajali generali ekanligini ilgari surgan Wang familiyalik va o'zini Guangzhou harbiy rayonining qo'mondoni deb atagan Wu familiyalik erlar bilan tanishgan. O'zi, ayoli va bolalarining Tailand sarxil vizasi elishiga yordam qilganlik to'g'risida va'da olgan. Shundaqla Tayvan bo'g'izida urush portilsa, u va uning oilasidagilarning Tayvanni chet ellik Xitoy sifatida chekindirishni oldingi o'ringa qo'ydiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Anglashlarga qaraganda, ozodlik armiya havo armiyasining harbiy aeroplani Tayvanning qo'shni rayoniga yaqinlashganda, uningga Boeing CH-47 Chinook tikuvchi aeroplanni dengiz qirg'oqi bo'yida tuvan bo'shliqda haydashga buyurgan. Xitoy tajovuzchilik harakatini davom qilmoqda. Xitoyning paraxodlari Filippinning 2 Thomas Ayungin tez suv rayoniga eqib kirgan. Manila vaqti xabar torining 14 dekabr kunidagi xabariga qaraganda,
Ma'lum bir dengiz bexatarlik mutaxassisining aytishicha, bir turkum Xitoy paraxodlari 2 Tumas Ayingin tez suv rayoniga kirishga jur'at qilgan bo'lib, bu ahvol intayin oz uchraydigan, hatto ko'rilib boqmagan ahvol ekan. Yana bir oz uchraydigan hodisa shuki, yakshanba kuni Filippinning ta'minlash paraxodi bilan bo'lgan to'qnashuvdan keyin Xitoy paraxodlari Ayinginda qolgan. Chunki Raypovilning so'ziga qaraganda, Filippin ta'minlash paraxodi va ularning qo'g'dug'chilari ketgandan keyin Xitoyning qamal qilish atriti odatda yaqin atrofdagi baza Panganiban Reefga ko'chib kelgan. Stanford Universiteti Guardian markazining davlat bexatarlikda yangilik yaratish markazining direktori Neosho Törining mas'uli Povilning aytishicha, dushanba kuni sun'iy amradan tartilgan suratga qaraganda, Tisu rayonida kam deganda 11 Xitoy paraxodi nazorat qilgan. Tisu rayonining atrofida 27 paraxod bayqalgan. Tajovuzchilarning qalamkashlari va kanaylari. Uyg'unish harakati o'liklar dunyosiga nisbatan hayotlik elib kelsa, tajovuzchilik dunyosiga nisbatan xatar va og'ir tahdid elib keladi. Mustamlika qilingan ellarda uyg'unish uchqunlari o'ttirga chiqishga boshlagan hamon tajovuzchilar mustamlika qilingan millatlardan o'zlariga sodiq xizmat qiladigan qalamkashlarni, darvishlarni va har xil qiyofatdagi josuslarni yetishtirishga boshlaydi. Mustamlika ideyasini qabul qilgan qalamkashlar, kanaylar va chaparmanlar har zaman uyg'unish ideyalariga to'sqinlik qilishga urinib turdi hamda mustamlika qilingan millatlardagi erkinlik, mustaqillik, kimlik, adolat va qimmat qarash engini burumlashga yoki ojizlashtirishga yoki millatning diqqatini asosliq masaladan boshqa tarafga burashga harakat qiladi. Mustamlika ideyasidagi qalamkashlar barmoqlarini, qalamlarini va tilini tajovuzchilarning planlari va fikrlarini bozorga solish uchun xizmatga soladi. Chunki tajovuzchilar o'zlarining planlarining oshkorlanib qolmasligi uchun o'zlariga vakolatan so'zlaydigan yoki yozadigan setilma qalamkashlarga muhtoj bo'ladi albatta. Mustamlikaga yo'liqqan har qanday bir millatda tajovuzchilarning manfaatlari va ideyalari uchun chakarchilik qilgan, ideyasi zaharlangan va axloqi buzilgan qalamkash qurtlar tepilib turdi. Qalamkash qurtlar mustaqillik ideyasidagi siyosiy iqimlarni ojizlashtirish, sog'lom ideya egalariga qalpoq kiydirish, ular haqida fitna ig'vo tepish orqali ish qilg'izmaslik, sog'lom harakatlarning e'tiborini tushirish hamda parchalashga urinish qatorliq ziyonli ishlarning hammasini qilishdan bosh tortmaydi. Cemiyatshunos mutafakkur Malik Nabiy yazmalaridan o'zindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.